Yomg'irli kunlarning birida bekatda avtobus poylab tursam, yoshi 50lardan oshib qolgan bir ayol yonimga kelib turdi. Ayol kun sovuq bo'lishiga qaramay biroz yupun kiyinganidan dildirab turardi. Unga rahmim keldi. "Opaxon, qayerga boryapsiz shunday havoda?" dedim. "Yo'lni ham yaxshi bilmayman. Markaziy kasalxonaga borishim kerak edi", dedi u ayol. "Biroz kutsangiz yo'nalishdagi taksi keladi, birga ketamiz. Qayerda tushish kerakligini o'zim ko'rsatib yuboraman", dedim men. Birozdan so'ng biz kutgan taksining qorasi ko'rindi, ammo qayerdandir 5-6 yo'lovchi kelib bizga qo'shildi. Men baribir navbat bizniki degan xayolda turaverdim, ammo mashina kelishi bilanoq o'rtamizdagilar hujumga o'tishdi va bizdan oldin mashinaga chiqib olishdi. "Insof qilinglar, navbati bilanda", dedim qizishib. "Biz qancha paytdan beri kutib turibmiz-ku". Hech kim gapimga e'tibor qilmadi. "Hech bo'lmasa mana shu onaxonni kasalxonaga tashlab qo'yinglar, shoshilib turibdi", dedim bu safar haydovchiga yuzlanib. Haydovchi esa bir yo'lovchilarga, bir onaxonga qaradi. Ayolning ahvolini ko'rdi-da, "Ozgina kutsangiz o'zlari kasalxonaga olib ketishadi", dedi piching gap qilib. Biz ikkimiz indamay bekatga qaytdik. Baxtimizga keyingi mashina tezda keldi. Ammo ko'p yurmay chorrahadagi probkaga turib qoldik. Haydovchi nima gapligini bilish uchun o'sha tomonga ketdi. Bir payt rangi oqarganicha qaytib keldi. "Mendan oldingi ketgan taksi Kamazga urilib ketibdi", dedi. Men yalt etib ayolga qaradim. U indamay mendan nigohini olib qochdi va nimalarnidir pichirlab qo'ydi. "Ichidagilarga hech narsa qilmabdimi?" dedi kimdir achinib. "Bilmadim, yo'lovchilarni markaziy kasalxonaga olib ketishibdi", dedi haydovchi. Dilozorlik bilan sen birovning dilini kuydirasan, uning ohi esa sening uyingni kuydiradi. 4 narsa, ya'ni badfe'llik, bevafolik, takabburlik va dilozorlik odamga xorlik olib keladi.